Allohning arshining soyasida qiyomat kunida turadigan 7 ta toifa aytilganda, shundan bittasi Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'rgan 2 ta do'st deyilgan. Bormi bitta? Bormi 2 ta shunaqa ulfat, shunaqa do'st? Faqat Alloh uchun yaxshi ko'rasiz. Puli uchun, undan keladigan sizga foyda uchun yoki qo'shnilik uchun emas. Faqat iymon keltirgan musulmon bo'lganligi uchun. Agar bo'lsa, demak shu ikkita odam shu 7 toifadan bittasi bo'ladi. Ichingdagi dardingni ishonib aytadigan bitta bir do'sti bo'lishi bu katta ne'mat. Ya'ni ayta olasan, hamma yo'g'ini ayta olasan. Bunaqa odam ko'p bo'lmaydi, bitta yoki ikkita bo'ladi. Shunaqa do'sti yo'q odamga hayotda qiyin bo'ladi. Chunki inson g'amini, dardini birovga solsa, yoziladi. Ichingdagi dardingni ishonib aytadigan bitta bir do'sti bo'lishi bu katta ne'mat.